Nima qilib bering? O'tib bering dedim-ku. O'tib bering dedim-ku. Bizga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, Asaka tumanida istiqomat qiluvchi 1974-yilda tug'ilgan ayol o'zi bilan birga yashovchi 1972-yilda tug'ilgan sobiq turmush o'rtog'ini uy-joy nizosi bilan bog'liq adovat zamirida qasddan o'ldirishni maqsad qilib 3000 AQSh dollari evaziga yollanma qotil izlayotgani aniqlangan. Shundan so'ng tezkor tadbir o'tkazishga kirishilib, shartli yollanma qotil tadbirga jalb etildi. Ayol rejasini tezroq amalga oshirish maqsadida joriy yilning 10-iyul kuni Asaka tumanidagi turar joy majmualaridan biri oldida qotillikni amalga oshirishi lozim bo'lgan shaxs bilan uchrashib, kelishib oladi. Sobiq turmush o'rtog'ini o'ldirish evaziga dastlab 5 million so'm pul beradi. Keyinchalik erining o'lganiga ishonch hosil qilgandan so'ng qolgan pullarni berishni va'da qilib, tilxat yozib beradi. Natijada 11-iyulga o'tar kechasi o'tkazilgan tezkor tadbirda yollanma qotil ayolning sobiq turmush o'rtog'ini Asaka tumanidagi Adirlik dala maydoniga olib borib, uni go'yoki qasddan o'ldirgandek grim yordamida sahnalashtiradi va buyurtmachi ayolni voqea joyiga chaqiradi. Sobiq turmush o'rtog'ining o'lganiga ishonch hosil qilgan ayol kelishilgan pullarni berishini aytib, avtomashinaga o'tirgan vaqtida daliliy ashyolar bilan qo'lga olingan. Mazkur holat yuzasidan sobiq erini qasddan o'ldirmoqchi bo'lgan ayolga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 97-moddasi 2-qismi I bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.